42. savol. 1. Küfrünün barlıq türlerini təfsili tushundirib, imondagi 70 necha shaxsga o'xshash tushuncha yozib bergan bo'lsangiz. 2. Bir odam Xudo bor desa, ammo Xudoning borligiga ro'shan dalil keltirilmasa, lekin kishilarga ergashib yaxshi amallarni qilsa, biroq kishilar ko'rmaganda gunoh amallarini o'z nafsidan hukm qilib o'tayversa, bu kishining hukmi nima bo'ladi? Bu to'g'rida tushuncha bersangiz. Rahmat. So'rovchi Idlibdan. Javob: Va alaykum assalom. 1. Küfür haqida gap qilsak uzrab ketadi. Ixchamligimizda küfür degan Alloh va rasuliga turli sabablar tufayli ishonmaslikdir. Allohga va payg'ambarga ishonmaslik, shariat halol deganni harom, harom deganni halol deb turaverish, shariatga bo'ysunishdan takabburlik qilib bosh tortish, munofiqlik, Alloh va rasulini haqoratlash, tavallo, tabarra bo'lmaslik, butqa cho'qinish qatorliq qalbda yoki tilda yoki ish harakatda ko'riladigan bu turli kufrlar dindan chiqariladigan kufrdir. Buning tafsilotini biror aloqador kitobni yaxshi o'qish orqali bilib olish kerak. 2. Xudo bor desa va Xudoning borligini ro'shan dalil bilan isbotlay olmasa mu'min. Chunki har bir musulmon dalil ahli bo'la olmaydi. Gunoh ishlarni qilsa asi bo'ladi. Ya'ni asi musulmon.